Har safar o'yin o'ynaganimda yoki ish qilib o'tirganimda kompyuterda belim og'rib ketadi, chunki meni kreslom yo'q. Kreslo olish uchun bugun internetda hamma yoqni qidirib chiqdim va keyin orasida bitta idealniy kresloni o'zimga tanlab oldim. O'sha uchun BNB ikkalamiz bu korobkasini yirtib, sekin kresloni yig'ishni boshladik. To'g'risini aytsam, boshida kompyuter yig'dirib o'tganimda stol bilan kreslo unchalik ahamiyatli narsa emas deb o'yladim. Lekin keyinchalik bunda ishlab ko'rgach, tushunib yetdim, что kreslosiz umuman ilojsiz yo'q. Struktura bo'yicha sekin kresloni yig'ishni boshladim. Birinchi navbatda oyoqlarini olib to'g'rilab olish kerak. Oyoqlarini, temirlarini va shuruplarini hammasini topib olish uchun hamma narsani korobkadan birinchi chiqazib oldim. To'g'risini aytsam, sizlarga oldin bunaqa ishlar bilan umuman shug'ullanmaganman, chunki uyimizga yangi texnika yoki nimadir olsak, har doim adam yoki ukam o'zlari qilishardi. Men bu narsalarga umuman aralashmas edim. Va bu narsalarni men birinchi marta qilib ko'rganim uchun menga bu narsalar boshida juda ham qiyinroq tuyuldi. Lekin biz mushuchan BNB bilan strukturaga qarab hammasini yig'ib tashladik. Ishonasizlarmi yo'qmi, lekin men kresloni yig'ish bunchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamadim. Men prosta olib, oyog'i bilan tepasini ulab qo'yaman bo'ldi deb o'yladim, lekin chuchvarani xom sanagan ekanman. Korobkani ochishim bilan ichida bir dunyo narsa chiqib keldi va bu bor yo'g'i oyog'i uchun ulanadigan narsalar edi. Ulanadigan narsalarni hammasini olib birin-ketin paketlardan chiqazib oldik va BNB menga sekin ularni uzatib turdi, men o'zim birin-ketin ulab tashladim. Eng qizig'i, strukturada har xil shuruplar ko'rsatilgan edi va aytganidek, men bu qog'ozni o'zida 4 xil shurup chiqdi. Undan tashqari mayda-chuyda narsalari ham ko'p edi. Menga shuruplarni upakovka qilinishi yoqdi, chunki mamlaqa qog'ozda tursa ancha akkuratni turar ekan, bilasizlarmi? Ko'pchilik joylarda alohida paketlarga hisob tashishadi va ularni ochganingizda chalkashib ketishingiz aniq. Va nihoyat bolt va mayda-chuyda narsalarning hammasini chiqazib olib, endi oyoqlarga navbat keldi. Oyoqlarni paketini yirtib, sekin birin-ketin oldim. Oyoqlarini hammasini men bu ortadagi mexanikaga ulab chiqish kerak ekan. Korobka chiqib keldi. Bu korobkaning ichidan nima chiqargan deb ochishga qiziqdim. Ochsam yana mana shunaqa temir chiqdi. Buni qayerga ulashni bilmasdan o'shab turdim. Keyin bilsam, bu o'rtadagi narsaga ulinar ekan. Mushugim esa meni dastyorim bo'lib har doimgidek yonimda yordamlashib turdi. Даже boltlarni qotirib o'tganimda ham meni yolg'iz tashlab ketmadi. Va nihoyat bolt kekkalarni hammasini qotirib bo'lganimdan keyin navbat g'ildiraklarga keldi. G'ildiraklarni ham birin-ketin qotirib chiqdim. G'ildiraklarni qotirib chiqish oson bo'lmadi, chunki bular juda ham qattiq ekan va kirishi ham ancha qiyin ekan. Oxirgi g'ildirakni ham joylashtirib bo'lganimdan keyin o'rtasiga o'tib ketdim. Endi bu yoqqa faqat stolni qo'ysam bo'ldi deb turdim. Bu yoqda BNBning qorni ochganmi bilmadim, korobkani tishlashga o'tib ketibdi. Korobkaning ichidan o'zi ham 4 ta korobka chiqdi. Bularni ham birin-ketin ochib oldim. Ochganimdan keyin ichidan mana shunaqa mexanika chiqib keldi. Bu mexanikani kresloni o'rtasiga joylashtirar ekan. Buni ham strukturada ko'rib sekin joylashtirishga harakat qildim. Kresloni o'rtasiga joylashtiriladigan bu mexanika sizni teparoq yoki pastroq o'tirishingizga qulaylik yaratib beradi. Kresloni bu mexanizmini olib joylashtirishim uchun kresloni qolgan qismlarini ham olishim kerak edi. Bundan keyin esa o'tirish uchun sizenasini olib ochib tashladim va uni ham sekin mexanizmga o'rnatishga harakat qildim. Buni orqasiga qotirish uchun har xil bolt va shuruplarni burab aylantirib tashladim. BNB esa hayron, haligacha buni tugatmadimi deb qarab turibdi menga. Oldinlari adam bilan ukam bu ishlarni qilishsa menga qiziq bo'lardi. Oson-ku dedim, yo'q. Yana bir marta yo'q deyman. Bu unchalik ham ko'ringanidek oson ish emas edi. Men juda ham qiynaldim va charchab ketdim. Sababi mayda ishlari juda ham ko'p edi. Har bitta boltni, har bitta shurupni alohida o'zini joyiga topib burab chiqishi o'zi bo'lmasdi. Va nihoyat pastki oyoq qismlari bilan sizenasini joylashtirib oldim. Ko'pi ketib ozi qoldi deganlaridek, endi faqat tepa qismi qoldi. Endi buni ochib joylashtirib olsam bo'ldi. Tepa qismini joylashtirish unchalik qiyin bo'lmadi. Sababi shunchaki yonidagi boltlarni qotirib qo'ysa bo'ldi edi. Boltlarga sekin-asta shaybalarni tiqib, bularni ham qotirishga o'tib ketdim. Ikki yon tarafiga ham boltlar bilan qotirib oldik. Endi esa men kutgan daqiqalar keldi. Ya'ni bel va yelka uchun maxsus yostiqchalarini joylashtirish vaqti kelgan edi. BNB ikkalamiz bularni ham ochib tashlab, tezda joylashtirishga kirishib ketdik. Birinchi navbatda bosh qismini, keyin esa bel qismini orqasidan o'tkazib, tezda qadab oldik.
Va nihoyat do'stlar, o'sha men kutgan va maza qilib o'tiradigan pushti rangli kreslom tayyor bo'ldi. Bu kresloda endi bemalol belim og'rimasdan maza qilib ishlarimni yoki o'yinlarimni o'ynasam bo'ladi. Bu kresloni esa men Indim o'z do'konidan xarid qildim. Hozir xarid qilsangiz sizlarga podarik sifatida rozul mushkini ham qo'shib berishar ekan. Pushti rangni yoqtirganim uchun pushti kreslo hamda pushti kovrik oldim. Ham pushti rang qizlarga xos rang sanaladi. Bu kreslo haqida o'z fikringizni hamda sizga yoqqan yoqmaganligini kommentariyada yozib keting. Bundan tashqari obuna bo'lishni ham unutmang.